Hürmetli vatandaş bugün şeylerimizi devamlaştırırız. Endi muhakeme bugün çislağa 2023 yıl 8. ayının 14. günü haftiga Düşenbe vatandaşı. Yukarıda görüp ayttık, Cumhur Cemiyeti, Cumhur Kompartiyasının hazırkı hali. Xulasa qilindiki yuqorqi obzorda endi Cumhur Kompartiyasini hech kişi yiroqdinmi, yaqindinmi hech kishi qutuldirib qala olmaydi. Biz başta nima dedik? 8. ayının 9. günü Cumhur Amerika münasebeti mesela Cumhur üçün aytqanda ündeş belgisi tamam qo'yildi vatandaş. Cumhurla Amerika'nın münasebeti müşahede toxtaydı degandek bo'ldi vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden dedi ki qarallik bomba. Cumhur üçün qarallik bomba, dünya üçün qarallik bomba. Demek biz yuqorida endi onun xabarini, obzorunu anladık. Demek Cumhur Cemiyeti hazır. Portlaş karakterlik bir ziddiyetinin tügeni, bir ziddiyetning jarayoniga kirib keldi. Dengizga qo'yiladigan daryoning eqini oxirgi bekatga yetib keldi. Kema parxod o'tmi teshik bo'lib ketgan kema parxod cho'kish oldida turdi. Chari yo'q. Cumhur Kompartiyasiga chari yo'q. Boshqalarga ham qutuldirish mumkinmikin deb o'ylaganlarga chari yo'q. Tugadi. Cumhur Cemiyeti ahırlaştı. Fakat bir partlaş karakterli hareketli kılıp kaldı. Biz şundak dileyimiz. Vatandaş çünkü bu komparti yani imperiya desiniz bu imperiya. Keyin çağdı başlanış bilenler Uyguristan'ı, Tibet'ni, Manchuria'ni, keyin çağdı Hong Kong'ni koşuvelip mesela Tayvan'ın sabık prezidenti Li Donghui aytqandek 7 cumhuriyetni yoki 7 davlat qurish ülkelerini, rayonlarni qo'shib olib qurilgan Cumhur Xalq Cumhuriyeti edi. Bir imperiya qurildigan chog'da bir kesak qo'yilgan ekan. Bugun bu kesaklar bir-birlab elinish kerak. Elib edilish kerak. O'z holiga qaytarilish kerak. Öz tarihiga qaytarilish kerak. Öz chegarasiga qaytarilish kerak. Masalan, Uyg'uriston, Tibet, Manchuriya, Mongoliya deganlar öz chegarasi ichiga qaytarilish kerak vatandaş. Imperiya bugun oxirgi chekka yetib keldi. İmperiya bugün dengizge qo'yilgan oxirgi bekatga yetib keldi. Cumhur Xalq imperiyasi bugün o'tmi teshik bo'lib ketgan lekin suvda laylab turgan kema parxodga o'xshab qoldi. 20-asrning 1-yilidan boshlaganda yani 1991 yili 8 davlat armiyasi Cumhur tuprog'iga kirib kelgan kundan boshlab keyin urush chiqimi masalasi demasdan Cumhurliklar Amerika xalqiga to'laydigan urush chiqimini Amerika xalqi qo'liga elib sarf qilib, yana Cumhurning o'ziga ishlatib, bugungi Tsinghua dashini, yana boshqa jamoat so'rinlarini, oliy maktablarni qurib chiqib, Cumhur Kompartiyasiga, keyingi chog'dagi Cumhur Kompartiyasiga, avvalgi chog'dagi Cumhur Gomindanga, shu chog'dagi Manchun hukumatiga qisqasi Cumhurga yordam bergan edi vatandaş. Birinci Dünya urushi boshlangan kundan boshlab, masalan, uning avvalo Cumhurda Shanxay inqilobi boshlangan kundan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhurning ziyolilarini tarbiyalashga boshladi vatandaş. Sun Jong-san asli Amerika fuqarolik yerlashgan odam. Amerikada o'qigan, Yaponiyada o'qigan odam. Cumhurlik odam bo'lganda mana shunday odam. Amerika tarbiya ko'rgan, Yaponiya tarbiya ko'rgan odam ekan.
en halkılığı başka tarihini koyup duraylı ya ki bilmeyimiz bu tarihini uçaktaki Amerika-Jungo münasebet tarihini. En jirek başlangan devir 1935 yılından başlandı. 1940 yıllarda 39 yıllarda dünya uruşu partlap bu uruş Avrupa'da Hitler bilen başlandı. Bu uruş Asya'da Uluq Okean rayonunda Yaponiya bilen başlandı. Dünyada iki şep biri Avrupa tarafında. Dünyada iki şep yani biri Asya deniz ve kuruklukta uruş. Vatandaşım uruş. Amerika Koşmuş Ştatları Şinhay İnkılabı başlanıp Gomindan hükümeti Cunhua Mingo hükümetini kurgan. Mesela 11. yılda 1928. yılı kelgende Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti Cunhua Mingo hükümetini itiraf kılgan edebeten. Tünce bulup itiraf kılgan devleti. Şunca gardemlerini kıldı, endiki Leyli'ye Irak'ta koyuturup yakına Leyli. Vatandaş medeniyet inqilabıga ötüp ketdi. İqtisad gumram bulay dedi. Gumram bulay degende Amerikanın şirketleri kirip geldi. Şartı yok, toxtamı yok. Dünya Savdo Teşkilatı degini yok. Amerikanın şirketleri Jungo'ga kirip kelip iqtisadda halak bulay, gumram bulay degen Jungo'ni qutuldurup kaldı vatandaşım. Medeniyet inqilabı 1960 yıllardan başlanğan mesela Rusya Jungo oturusidagi jiriklishish münasebeti 64-65 yılı ciddileşken Rusya Jungo münasebeti Zimbabwe Damanskı aralada her bir dokunuş Uygurustan çöçek terekti davını da her bir dokunuş Rusya Xitay oturusida şunda yüz bedi vatandaş. Rusya atom kuralları bilen Jungo'nu yok kılıman degende şu vaqt Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Nixon qutuldurup kaldı vatandaş. Jungo'nu şu tehditten, şu ihtimallıktan qutuldurup kaldı vatandaş. Ki dünya vuruşu intayın mürekkep sezgür diplomatik faaliyetlerde vatandaş Amerika Qo'shma Shtatlarının Moskvada turuşluq baş elçisi Hariman Amerika Qo'shma Shtatlarının Chungchungda Kuomintangda turuşluq baş elçisi Xirli dünyavi faaliyet Rusya, Amerika, Jungo, Angliya, Fransiya Oturuşki dünya ve diplomatik faaliyetlerde Jungo'nun meydanında durup, Jungo'nu kollap, uruştan keyinki Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna intay zor töhfe koşkan Amerika'nın diplomatlarıydı vatandaş. Yani qaytip keleyli dep yani tarih ketip kaldık keçirenler. Şundaq medeniyet inqilabı deyken Amerika'nın şirketleri Jungo'ga kirip geldi. 2001 yılı 12. ayda Jungo'nu Dünya Savdo Teşkilatı gelip geldi. Jungo pul taptı. Pul tepiş bilenle tanla belki pul tepişke başlayan günden başlap Jungo'nun körenligi evcigi çıktı. 1979 yılı kelgen vaqtda 1 ayda diplomatik münasebet o'rnatildi. Belki şu çağda Amerika Qo'shma Shtatları Jungo bilen münasebet o'rnatishning harpisida Jungo'nun ijtimoiy tuzumi to'g'risida fikr qildi. Sekreter Xuyaban Şinjan to'g'risida 6 moddalik siyosat, Uyg'uriston to'g'risida 6 moddalik siyosat. Men her qatim Uyg'uriston deb mush ismni eg'izga olganda Uyg'urga qarshi munofiqlarning yuragi titraydi va titresin. Shunaq. Xuyaban shu vaqtda Uyg'uriston to'g'risida 6 moddalik siyosat. Tibet to'g'risida 6 moddalik siyosat. Men dedim sizlarga so'zlab keldim. Agar shu siyosatlar shu vaqtda ijro qilingan bo'lsa, bugun bunchalar ovorchilikmi yo'q.
Bu avarçılık Uygur Tibetlerle ama hatta Cungo hükümeti için mi bunçılık avarçılıklı yok. Bu siyasetni icra qilish bu yoqda tursin, Cungo Kompartiyasi oxirgi hisobda 2017-yil kelganda jazo lageri qurib Uyg'urlarni qirg'in qildi vatandosh. Uyg'ur qirg'inchiligi paydo qildi. 2021-yil 1-ayning 15-kuni, 17-kuni 2 kun ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Genocide, Uyg'ur qirg'inchiligi deb atadi vatandosh. Sen tarixchini ijro qilmadan ushlab kelib qirg'in qilyapsa bu millatni biz mana shunda ataymiz. 2021-yili Alyaskada, ya'ni shundaq ataymiz dedi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati chaqirilgan Alyaska yig'inida, Alyaska suhbatida Jungoning vakili Yang Jiechi qatnashgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining vakillari Davlat ishlar katibi Antony Blinken qatnashgan. Aqsharoy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan qatnashgan Alyaska suhbati. Hamma narsa ochiqdaldi. Hamma narsa oshkorlandi. Birinchi bo'lib Uyg'uriston, ya'ni Xitoy tilida Xinjiang, Hong Kong, ondan Tayvan. Bu Uyg'urning va bu Jungoning ichki ishi emas deb e'lon qildi vatandosh. Siyosat shu kundan belgilandi, men sizlarga aytdim. 2 yil muhlat berdi dedim. Bu qatam ham 8-ayning 9-kuni prezident Joe Biden mablag'i selishini cheklash to'g'risida ma'muriy buyruq e'lon qilib, shu kuni ham Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati davlatining jiddiy holatga kirganligini, masalan, Xitoyga Jungoga taqobil turish masalasida jiddiy holatga kirganligini yoziq va yozma shaklda davlat majlisiga uqtadi vatandosh. Bugun Amerika Jungo vaziyati mana bu shaklda to'xtadi. Biz boshda aytdik, Jungoning ichki vaziyati haliqadak. Endi Jungoni qutuldirib qirishga yordam qiladigan ish Amerika uzib tashladi. Bo'g'ib tashladi. Pan-texnika taraqqiyoti va boshqa shirkatlarga mablag' solish bo'g'ib tashladi vatandosh. Demak, bu 40 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo degan davlatni ko'rib boqdi. Kommunistik partiya deganni ko'rib boqdi. Va kommunistik partiya bilan munosabati, aloqa munosabati bo'lib boqdi. Kommunistik partiyani dollar xarjlashga o'rgatdi. Buni shuning bilan bu demokratik yo'lni tanlab olishi mumkin dedi. Lekin hammasi aqmidi. Axir Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoni tunib yetdi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining kelasidan kelma ismli yana bir general mayori shundoq dediki, oxirgi hisobda Jungo hukumati bizning harbiy aloqa munosabatlarimiz to'g'risidagi taklifni rad qilib o'tdi. Bu intayin xatarlik. Bunda xatar oxir ishga davlatni urush qilib bordi deb tunigan. Inkas qaytirdi vatandoshim. Vaziyat mana shu yerga keldi. Endilikda ko'rib o'tdik. Jungoning tartibini ko'rib o'tdik. Jungo jamiyati shu holda. Vaziyat shu holda. Endi gapni o'chig'ini aytsak, Jungo qarallik portlaydigan bomba. Qarallik portlaydigan bomba shundaqli qarallik halok bo'ladigan, shu qaral shu vaqt ichida halok bo'ladigan davlat. Halok bo'ladigan partiya, Jungo Kompartiyasi. Bugun bu vaziyatni oxiri Rim imperiyasi qanday qurilgan bo'lsa va bir kundalik qurilmay davomlashib oxiri qaysi yo'lda halok bo'lgan bo'lsa, bugun Junxo Xalq Jumhuriyati imperiyasi ham shu halokatning bo'sug'isiga, shu halokatning oxirgi bekitiga yetib keldi deydi Yandungo efendi obzorida. Başta aytdik, yani takrorlaydi, qutuldiradigan kuch yo'q.
Hatta Cungo Kompartiyası özünü kutuldurup mu ketelmeydi, özünü mi kutulduranmaydı. Halak buluştum, başka yol yok. Deniz üstüde leylep durgan, ötme düş bulup ketken kime parxotga okşaydı. Vaziyet mana muşa yetip geldi vakit, dostum. Es kılıvatsız, düşünüvatsız, belki düşünüşke tirişen, dostum, vatandaş. Demek vakitning taxirsizligi qistap keldi. Vakit xususiyatida qistap keldi. Çünkü Kompartiyasi mustamlika Uyg'uristonda diktatorlik siyosetini, mustamlika siyosetini oxirlashtirdigan vaqt qistap keldi. Maşunroy Efendi'nin muşu günde, muşu ayda vaziyetini doğru tutup, endi türmelerinin darvazasını açıp etip, ceza lagerinin darvazalarını açıp etip, Uygurlarını ailesiga qaytırışını, perzentlerini elip ketken yerden qaytırıp gelip, Pişkir Xitayga yollagan yerden qaytırıp gelip, bu ailelerini biriga cem kılışını talep kılımız. Çünkü bugün hakimiyet hukuk senin kolunda, yani Xitay köçmenleri hakimiyeti Uyguristan'da Uygurlarga şundaq zulüm sistem salgan eken, biz endi to'xtat, vaqt keldi, jahonning hisobi bor, tarixning hisobi bor, jinoyatning hisobi bor, zo'ravonlikning hisobi bor. Hamma narsaning hisobi bor. Bu jahon hisob bilan yaratilgan jahondir. Maşunroy Efendi, mana vaqt keldi. Yani döngü Xitay obzorchi yezibdi. Vaqt keldi, biz mush vaqt ichida Xitay hukumatining va mustamlik hokimiyat, Xitay ko'chmanlari hokimiyati, Maşunroy hokimiyatining Uyg'urlar qaratgan siyosatini o'zgartishi, balki normal holatga qaytarishi, alayda belgilash xarakterlik siyosatlar Uyg'ur to'g'risida o'ttirg'i chiqcha mushu ishlarni Maşunroy Efendilarning bejirishini talab qilamiz vatandoshi.